Ko'p bemorlar prostata adenomasini operatsiya qilishdan qo'rqishadi. Hozir mana biz bilan Abror akam kechagina operatsiya bo'lganlar. Bugun hozir operatsiyadan keyingi holatlari hozir turg'izib yurg'izamiz. Bugun yakshanba bo'lishiga qaramasdan bu kishini ko'rgani keldik. Hozir o'zlari bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Abrorjon aka yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Abrorjon aka, ko'pchilik bemorlarimiz qo'rqishadi-da operatsiyadan. Qanaqa bo'ladi? Haligi og'riqli bo'ladimi, sezamanmi, operatsiyadan keyin qiynalamanmi degan narsalar bo'ladi. Mana kechagina operatsiya bo'ldingiz. Bir kechalik o'zingizni taassurotlaringizni aytib bersangiz, operatsiya qanday bo'ldi va hozir qanaqasiz? Operatsiya xudo xolisa yaxshi o'tdi. Mana o'zimizni yaxshi his qilyapmiz. Hech qo'rqmanglar. Yaxshi o'tar ekan, mana hozir yurishga harakat qilmoqchimiz. Kecha operatsiya bo'lgan bo'lsa ham. Shu nima deb bo'ladi? Qo'rqmanglar. Adenoma prostatida oldirishdi. Yaxshi o'tdi hammasi. O'zim yaxshi his qilyapman. Operatsiyaning holatlarini ham ko'rsatdik sizga. Farq sezdingiz? Farq sezilyapti. Qancha yaxshi farq sezilyapti. Og'riqlar yo'q. Umuman yo'q og'riqlar. Shu oldinroq qilsa ekan deb o'ylab yurdim. Ancha yaxshi nasib qilgan ekan mana. Rahmat sizga. Operatsiyadan oldin nima qiynalishlar bo'lardi sizda? Shu operatsiyadan oldin tualetga chiqishga rosa qiynalardim. Umuman napor yo'q edi. Tomchilab bir tomchilab turardim. Kuchanib turardim. Shu hozirgi kunda xudo xolasa endi hozir o'zi kechagina operatsiya bo'ldilar. Hali kateterni olib tashlamadik. Xudo xolasa ertalabda kateterlarni ham olamiz. Bugun turib yuradilar, aktivniy bo'ladilar, to'liq hamma narsa yeyishlari mumkin. Ertalab kateterlarni olib tashlaymiz va o'zlari hojatga 2-3 marta chiqqanlaridan keyingina uylariga javob beramiz, xudo xolasa. Hozir siydik rangi yaxshi, hech qanday qonlash alomatlari yo'q. Bemorimizning holatlari ham yaxshi. Salomat bo'ling. Rahmat sizga, rahmat Shohruh. Rahmat, boringizga shukr. Boshqa ko'rmagandek bo'lib keting. Imkon bo'lsa agar operatsiyadan keyin 1 oydan keyin, 2 oydan keyin ko'rishib qolsak, u taassurotlaringiz ham bitta bo'lishib qo'yadi. Bo'ldi. Xudo xolasa ko'rishib yaxshi taassurotlarni aytamiz. Salomat bo'ling. Siz o'zi vaqtida kelgansiz. Sababi ko'pchilik bemorlar nima qilishadi-da, cho'zib yurishadi. Operatsiyani cho'zib yurib, mana hozir sizda qaysi qovug'ingizni buzilish bosqichi qanaqaki, endi boshlanib qovug'ingiz gipertrofiya deydi. Ya'ni devorlar qalinlashgan holatda-da. Agar yana bir 5-10 yil yurganingizda, 5-10 yil emas, 3-4 yil yurganingizda ham qovuq devorlari birinchi qalinlashadi, keyin yupqalashib ketib qoladi. Keyin u bo'shashmay qo'yadi. Operatsiyadan keyin ham qiynalardingiz-da. Hozir mana siz yaxshi vaqtida kelgansiz. Xudoga shukr, operatsiyani qildik. Tez oyoqqa turib, tez tiklanib ketasiz, xudo xolasa. Ko'rmagandek bo'lib ketasiz, xudo xolasa. Rahmat. Ko'pchilik yana savol beradi. Operatsiyadan keyin qaytalanib qoladimi? Mana siz yoshligingizda operatsiya nisbatan yoshsizda, 50 yoshdasiz. Operatsiya bo'ldik, yana qaytalanib qoladimi degan bo'ladi. Biz prostatani ana shu xavfsiz o'sma qismini olib tashlaymiz, giperplaziya bo'lgan qismini. Prostatani asosiy qismi qoladi bu narsa. Ko'pchilikda umrining oxirigacha bu narsa qaytalanmaydi, qaytadan o'smaydi. Shu erkaklik saqlanadi, prostata saqlanadi, lekin o'sha o'sma joyini olib tashlaymiz. Ko'pchilikda boshqa o'smaydi, siydik napor bilan muammo kelib chiqmaydi. Lekin ba'zi bemorlarda u narsa nimadan xoli emas, chunki prostata o'zi qoladi-da. Masalan, kamdan kam bemorlarda bunaqa holat ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, prostata belgilari, adenoma belgilari erta bosqichlarda aniqlanishi bilan doktorga murojaat qilgan ma'qul bo'ladi, chunki bo'lishi mumkin bo'lgan yomonroq, og'irroq asoratlarni oldini olgan bo'lasizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat.